O'tgan yili Hamroh kompaniyasi yangi tizim asosida tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturini boshlagan. Bunga ham $100 million ajratganmiz. Kreditlarni vaqtida to'lagan ayol tadbirkorlarga ushbu dastur doirasida 100 million so'mgacha garovsiz kredit berishni boshlaymiz. Shuningdek, mahallada 5 nafar ayolni biznesga olib kirgan 1000 nafar ustoz tadbirkorlarga 50 million so'mgacha grant beramiz. Ayollarga aytmoqchiman, qo'rqmanglar. O'qishga boringlar. O'sha o'qish davomida o'zingizlarga kerakli bilimni olinglar. Yangi loyiha ustida ishlab kelyapman. Jumladan shu marketplace'da ishlaydigan tadbirkorlari o'zini buxgalteriyasini, o'zini hisobotini o'zi boshqarib o'rganish uchun kurslar tashkil etmoqdaman va o'ylaymanki, shu yutib olgan grantim shu yo'nalish bo'yicha rivojlanishga katta yordam beradi. Hamroh tushuntirib bering, nima qilib berasiz hamrohlikda? Biz sizni hamrohlikka olamiz, o'sha dokumentlarni ochishga yordam beramiz, kerak bo'lsa tashkillashtirib beramiz deb aytibdi. Men aytdim, bo'ldi, menga shu narsa kerak. Faoliyatimni podvaldan, eski chiqindilardan, qoldiq matolardan boshlaganman. Keyin yo'limda 2023-yil Hamroh kompaniyasi bilan tanishib, uchrashib, Hamroh kompaniyasining hamrohligi yordamida birga shu kungacha keldim. O'zimni shaxsiy korxonamni ochishga muvaffaq bo'ldim. Hozirda 35 ta ayol xotin-qizlarni bilan ta'minlaganman. Bugun grant sohibi bo'ldim. O'zim bilan Hamroh kompaniyasining hamkorligidagi grantini yutdim. Juda ham bundan xursandman. O'zimning mahsulotlarimni marketplace'larda, o'zim marketlarda sotib kelaman. O'zimning magazinimni ochganman. O'zim eko mahsulotlarim bilan qatnashdim va yutdim. Bundan juda ham xursandman. Bundan keyin to'xtab qolish yo'q. Chunki bu yutilgan grantlardan men o'zimga mashinkalar, uskunalar olaman va yana 8 ta ayol qizlarni ishli qilaman. Yillik aylanmamizni 700 million $1 yetkazganmiz. 50 dan ortiq ishchi o'rnimiz bor. Bu BESIP dasturini men Jizzax viloyati xotin-qizlar va oila o'rinbosari Gulnor opa Normurodovadan eshitdim. Gulhayo, siz ko'p qoqilib yurasiz, doim qoqilganingizda yig'laganingizni ko'raman. Shu BESIP dasturiga boring. O'qiganingizda siz kuchli bo'lasiz degan taklif berganida o'sha birinchi kundan darsga borib, birinchi kundan men qiziqishim ortdi va qolmay qatnadim, 2 oy qatnadim. Bunda loyiha yozish, grant yutishlar hamma imkoniyatlarini eshitib, qiziqib boshladim va bu grantga e'lon bo'lgan kuni men 2 kundan keyin o'sha yozdim. Yozganimda mana bugun g'olib bo'lib turibman. Bundan juda ham xursandman. Chunki bu grant bilan yana ishchi o'rnim kengayadi, uskunalar olaman buni mablag'lariga.